Bugun men sizlarga juda muhim va ko'pchilikni bevosita tashvishga solayotgan masala haqida gapirib bermoqchiman. 25 avgustgacha identifikatsiyadan o'tish talabi, pensiya ijtimoiy yordam to'lovlari bloklanishi xavfi. Kimlar zudlik bilan harakat qilish kerak va kimlar ortiqcha xavotirga tushmasligi mumkin? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lov oladigan fuqarolar uchun ham juda muhim. Agar siz yoki oilangizda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam oladigan inson bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato, bitta hujjatdagi nomuvofiqlik yoki vaqtida tasdiqlanmagan ma'lumot tufayli to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bugun hammasini oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarning vaqtida muammoni hal qilishiga yordam beradi. Avvallari ko'p hollarda pensiya yoki ijtimoiy yordam tayinlangandan keyin fuqaro har oy bank kartasiga yoki naqd shaklida pulini olib yurardi. Ma'lumotlar asosan mahalla pensiya jamg'armasi, bank, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, FHDYO va boshqa tashkilotlar orqali alohida yuritilardi. Ya'ni bir joyda pasport ma'lumoti eski bo'lishi, boshqa joyda yashash manzili yangilanmagan bo'lishi. Uchinchi, bazada esa fuqaroning holati boshqacha ko'rinishi mumkin edi. Hozir esa davlat to'lovlari bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Sababi oddiy. Budjetdan ajratilayotgan pensiya va ijtimoiy yordamlar faqat haqiqiy egasiga, tirik, huquqi bor, shaxsi tasdiqlangan fuqaroga yetib borishi kerak. Agar tizimda shaxsni aniqlash bo'yicha muammo bo'lsa, masalan, pasport yoki ID karta ma'lumoti mos kelmasa, fuqaro uzoq vaqt bank kartasidan o'zi foydalanmayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, yashash joyi yoki oilaviy tarkib bo'yicha nomuvofiqlik chiqsa, to'lov vaqtincha tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Bloklanadi degani har doim pul butunlay olib qo'yiladi degani emas. Ko'p hollarda bu vaqtinchalik to'xtatish yoki aniqlashtirish degani. Ya'ni siz shaxsingizni tasdiqlaysiz, hujjatlarni yangilaysiz, kerakli idoraga borasiz yoki elektron tasdiqdan o'tasiz, keyin to'lov qayta tiklanadi. Lekin muammo shundaki, odam vaqtida bilmasa, aynan pensiya kuni kelganda karta pul tushmay qoladi. Mana shu eng og'ir holat. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odamlar men 10 yildan beri pensiya olayapman, menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Lekin tizim yangilansa, barcha ma'lumot qayta solishtiriladi. Fuqaroning pensiya olish huquqi bor bo'lsa ham, shaxsiy identifikatsiya bo'yicha bitta raqam noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, eski pasport raqami bazada qolgan bo'lsa, bank kartasi boshqa odam qo'lida ishlatilayotgan bo'lsa, tizim avtomatik ravishda tekshirish kerak degan belgi qo'yishi mumkin. Endi asosiy o'zgarishni oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar. Mahalla ma'lumotnomasi pensionerning shaxsan kelishi yoki vakil orqali murojaat qilishi bilan hal bo'lardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fuqaroning JSHR raqami, ID karta yoki pasport ma'lumoti, bank kartasi egasi, yashash manzili, oila a'zolari, nogironlik muddati, vafot holati, chet elga chiqib ketish holati, ishonchnoma, ijtimoiy yordam mezonlari kabi ma'lumotlar o'zaro solishtiriladi. Masalan, bir pensionerning eski pasporti 2015-yilda almashtirilgan, lekin pensiya tizimida hali eski pasport raqami turgan bo'lishi mumkin. Bankda esa yangi ID karta bo'yicha hisob ochilgan. Tizim bu ikki ma'lumotni solishtirganda savol paydo bo'ladi. Bu bir odammi yoki ikki xil shaxsmi? Ana shunday holatda identifikatsiya talab qilinadi. Yana bir misol, fuqaro nogironlik nafaqasi oladi. Nogironlik muddati 1 yilga belgilangan bo'lsa, har yili qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar ko'rik muddati tugagan, lekin yangi xulosa tizimga kiritilmagan bo'lsa, nafaqa to'xtab qolishi mumkin. Fuqaro mening sog'lig'im o'zgarmadi-ku deydi. To'g'ri, lekin tizim uchun hujjat kerak. Hujjat bo'lmasa, to'lovni davom ettirishga asos yo'q. Yana bir keng tarqalgan holat. Ijtimoiy yordam oladigan oila tarkibi o'zgargan bo'ladi. Masalan, oilada 5 kishi deb ko'rsatilgan, shundan biri ishga kirgan, biri boshqa manzilga ko'chgan, biri esa rasman nikohdan o'tgan. Agar bu ma'lumotlar yangilanmasa, oilaning ehtiyojmandlik mezoni qayta hisoblanadi va yordam to'xtatilishi yoki kamayishi mumkin. Bu ham jazo emas, balki davlat ajratayotgan yordamni
haqiqatan muhtoj oilalarga yo'naltirish mexanizmi. Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolarga e'tibor qarataman. Agar siz pensiya yoki nafaqani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, lekin kartadan asosan farzandingiz, qarindoshingiz yoki boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, albatta shaxsingizni tasdiqlash masalasini tekshiring. Bank kartasi egasi siz bo'lishingiz kerak. SMS xabarlar, telefon raqami va bankdagi ma'lumotlar ham imkon qadar o'zingizga bog'langan bo'lishi kerak. Agar siz yaqinda pasport almashtirgan bo'lsangiz, ID karta olgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim sababli hujjatlar yangilangan bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasi yoki mas'ul tashkilotdagi ma'lumotlar ham yangilanganini tekshiring. Chunki odam yangi hujjatni olib, hammasi avtomatik o'tadi deb o'ylaydi. Ko'p holatda ma'lumot almashinuvi avtomatik bo'lishi mumkin, lekin tizimda kechikish yoki xatolik bo'lishi ham mumkin. Agar siz chek hududda yashasangiz, internetdan foydalanmasangiz, bankka kam boradigan bo'lsangiz, telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, siz ham ehtiyot bo'ling. Chunki xabar kelgan bo'lsa ham siz ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Ba'zi fuqarolarga SMS keladi, ba'zilariga mahalla orqali aytiladi. Ba'zilar esa umuman kech bilib qoladi. Shuning uchun 21 avgust sanasini kutmasdan oldindan tekshirish kerak. Nogironlik nafaqasi oluvchilar ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Agar nogironlik muddati cheklangan bo'lsa, tibbiy xulosa muddati o'tib ketmaganini tekshiring. Masalan, siz oyiga 7 ming so'm yoki 20 million so'm atrofida nafaqa olayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar xulosa muddati 31 iyulda tugagan, siz esa hali vaqt bor deb yurgan bo'lsangiz, avgust oyida pul tushmay qolishi ehtimoli bor. Keyin hujjatni tiklash, komissiyadan o'tish, qayta kiritish vaqt oladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar ham hujjatlarni tekshirish kerak. Masalan, 2 farzand otasidan ayrilgan va har biriga ulush hisobida to'lov tayinlangan. Agar farzandlardan biri 18 yoshga to'lgan bo'lsa, o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar o'quv yurtidan ma'lumot tizimga tushmasa yoki o'z vaqtida topshirilmasa, uning ulushi to'xtashi mumkin. Agar sizning pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan, bank kartangiz o'z nomingizda, pensiya yoki nafaqa doimiy ravishda sizga tushayotgan, telefon raqamingiz ishlayotgan, pensiya jamg'armasida ma'lumotlaringiz mos, nogironlik yoki ijtimoiy yordam hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Men har doim shunday deyman. Menda muammo yo'q degan odam ham kamida bir marta ma'lumotlarni solishtirib qo'ysin. Bu 10 daqiqa vaqt olishi mumkin, lekin bir oy pensiyasi qolishdan ancha yaxshi. Ayniqsa oilada keksa ota-ona bo'lsa, ularning hujjatini farzandlari tekshirib qo'yishi kerak. Chunki keksalar ko'pincha SMS o'qimaydi, bank ilovasiga kirmaydi, hammasi joyida deb yuraveradi. Oddiy misol, yetim 2 yoshli ona oyga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pul har oy 5 sanada tushadi. Avgustda tushmay qolsa dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar muammoga aylanadi. Keyin farzandlari yuguradi, bankka boradi, pensiya jamg'armasiga boradi, mahalladan ma'lumot oladi. Agar shu ishlar iyul oxiri yoki avgust boshida oldindan qilinganida, muammo umuman yuzaga kelmasligi mumkin edi. To'lovning vaqtincha bloklanishi yoki to'xtatilishiga olib keladigan sabablarni batafsil aytaman. Birinchi sabab: shaxsni tasdiqlovchi hujjatlardagi nomuvofiqlik. Familiyada bitta harf farq qilishi, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilishi, JSHI raqami kiritilmagan bo'lishi yoki eski pasport ma'lumoti qolib ketishi mumkin. Ikkinchi sabab: bank ma'lumotlaridagi muammo. Bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami yopilgan, telefon raqami yangilanmagan yoki karta egasi bilan nafaqa oluvchi ma'lumoti to'liq mos kelmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar pensiyani boshqa odam kartasiga o'tkazishni xohlaydi. Lekin davlat to'lovi shaxsga bog'langan bo'lgani uchun bu holat muammo tug'diradi. Uchinchi sabab: ishonchnoma muammosi. Ko'p keksa odamlar pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki elektron tizimda tasdiqlanmagan bo'lsa, pulni olishda to'siq paydo bo'ladi. Masalan, ishonchnoma 6 oyga berilgan, lekin oila 1 yil o'tganini sezmagan. Bank esa eski ishonchnoma bilan operatsiya qilmaydi. 4-sabab: ijtimoiy yordam mezonlarining o'zgarishi. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan oila daromadi, mol-mulki
avtomobili, yer uchastkasi, ishga joylashgan a'zolari rasmiy daromadi bo'yicha qayta baholanishi mumkin. Agar oila avval muhtoj deb topilgan bo'lsa, lekin keyin daromad oshgan bo'lsa, yordam to'xtashi tabiiy. Ammo ba'zan tizimda noto'g'ri ma'lumot chiqadi. Shunda fuqaro e'tiroz berishi va hujjat bilan isbotlashi kerak. 5-sabab fuqaroning yashash joyi yoki oilaviy tarkibi bo'yicha aniqlashtirish. Mahallada bir tarkib FHDI yoki migratsiya bazasida boshqa tarkib ko'rinishi mumkin. Masalan, kelin boshqa uyda yashaydi, lekin ro'yxatda shu xonadonda turadi. Yoki farzand chet elda ishlaydi, lekin oilaviy tarkibda bor. Bu holatlar ijtimoiy yordam hisob-kitobiga ta'sir qiladi. Endi aniqroq tasavvur qilish uchun bir nechta real hayotga yaqin vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Bahrom ota 68 yoshda. Oyiga 20 million, uchun 2 ming so'm pensiya oladi. U 2023-yilda ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qolgan. Pensiya jamg'armasida esa JSHS yil to'g'ri kiritilgan, bankda eski ma'lumot. Tizim solishtirganda mos kelmaslik chiqadi. Bahrom ota o'zi buni bilmaydi, chunki kartadan o'g'li foydalanadi. Natijada to'lov tekshiruvga tushadi. Yechim oddiy bankka ID karta bilan borish, ma'lumotni yangilash. Pensiya jamg'armasida ham ma'lumot mosligini tekshirdirish. Ikkinchi vaziyat. Gulnoza opa 2 nafar farzand uchun bolalar nafaqasi oladi. Oyiga deylik 600 ming so'm atrofida yordam tushadi. Eri yaqinda rasmiy ishga kirgan, lekin oilaning xarajatlari ham yuqori. Tizim daromadni ko'rib yordamni qayta baholaydi. Agar oila hanuz ehtiyojmand bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar bilan mahallaga murojaat qilishi mumkin. Masalan, ijara shartnomasi, davolanish xarajatlari, kommunal qarzdorlik, oilada nogironligi bor shaxs bo'lsa, shunga oid hujjatlar taqdim etiladi. Uchinchi vaziyat. Dilshod 19 yoshda otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kollej yoki universitetda o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, ayrim hollarda o'qish haqidagi ma'lumot talab qilinadi. Agar bu ma'lumot vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtaydi. Dilshod men o'qiyapman-ku deb o'ylaydi. Lekin tizim tasdiq yo'q deb ko'radi. Demak, o'quv yurtidan ma'lumotnoma olish yoki elektron bazada ma'lumot kiritilganini tekshirish kerak. 4-vaziyat. Malika opa nogironlik nafaqasi oladi. Uning nogironlik muddati avgust boshida tugaydi. U tibbiy ko'rikdan o'tishni kechiktiradi. 15 avgustgacha identifikatsiya va hujjat yangilash talabi borligi haqida eshitadi. Lekin bu faqat pensionerlarga tegishli deb o'ylaydi. Aslida uning asosiy muammosi identifikatsiyadan ham ko'ra tibbiy xulosaning muddati. Agar xulosa yangilanmasa, nafaqa to'xtaydi. Shuning uchun har bir kishi o'z to'lovi nimaga asoslanganini tushunishi kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchidan, hamma odam ham bir xil tartibda identifikatsiyadan o'tmaydi. Kimdir bank orqali ma'lumotini yangilaydi. Kimdir pensiya jamg'armasiga boradi. Kimdir mahalla yoki ijtimoiy xizmat organi orqali hujjat topshiradi. Kimdir elektron hukumat xizmatlari orqali tekshiradi. Shuning uchun falonchi bormadi, lekin puli tushdi degan gap sizga kafolat bo'la olmaydi. Ikkinchidan, agar siz yotoqda yotgan, harakatdan olmaydigan, og'ir kasallik parvarishga muhtoj odam bo'lsangiz, shaxsan borishning imkoni bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda yaqin qarindoshlar mahalla, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy xizmat organiga murojaat qilib, uyga kelib tekshirish, ishonchnoma rasmiylashtirish yoki boshqa qonuniy yo'lni so'rash kerak. Hech qachon hujjatni begona odamga berib yubormang. 3-dan, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizni 15 avgustgacha ro'yxatdan o'tkazib qo'yaman. Kartangiz raqamini, SMS kodini ayting degan odamlarga ishonmang. Hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq ma'lumotini, SMS kodini yoki ilova parolini so'ramaydi. Identifikatsiya degani shaxsni tasdiqlash, bank kartangizni boshqaga ochib berish emas. 4-dan, agar to'lov to'xtagan bo'lsa, darhol vahima qilmang, lekin vaqtni ham bo'y bermang. Avval bankdan so'rang, karta ishlayaptimi, hisob faolmi, pul kelganmi yoki bank ichida ushlanganmi? Keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy to'lov organiga murojaat qiling. To'lov nega to'xtagan, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi sana bo'yicha tiklanadi? Javobni imkon qadar yozma yoki ariza raqami bilan oling. 5-dan, menga hech qanday xabar kelmadi degan holat ham bo'lishi mumkin. Lekin xabar kelmaganining o'z muammo yo'q degani emas. Telefon raqamingiz eskirgan, SMS bloklangan, raqam boshqa odam nomida, bank ilovasi ishlamayotgan bo'lishi mumkin.
Shuning uchun o'zingiz tashabbus ko'rsating. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy reja qilib tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSHR raqami, bank kartasi, pensiya guvohnomasi yoki nafaqa tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, o'quvchini yo'qotganlik bo'lsa tegishli guvohnomalar. Bolalar nafaqasi bo'lsa farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari va oilaviy tarkibga oid ma'lumotlarni tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, bankdagi ma'lumot tekshiring. Bankka boring yoki ishonchli rasmiy ilova orqali kartangiz faol ekanini, karta o'z nomingizda ekanini, pasport ma'lumotingiz yangilanganini so'rang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangilang. Agar telefon raqami eskirgan bo'lsa, o'zingiz ishlatadigan raqamga almashtiring. Pensiya va nafaqa keladigan kartani begona odamga berib qo'ymang. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy to'lov organiga murojaat qiling. Mening pensiya yoki nafaqa bo'yicha ma'lumotlarim to'liqmi? Identifikatsiyadan o'tishim kerakmi? 15 avgustgacha bajarishim kerak bo'lgan talab bormi? deb aniq so'rang. Javob noaniq bo'lsa, qaysi hujjat kerakligini yozib oling. Agar navbat katta bo'lsa, telefon orqali maslahat oling yoki mahalla orqali aniqlashtiring. 4-qadam, mahalladagi mas'ullar bilan bog'laning. Ayniqsa, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ehtiyojmand oila sifatida yordam oladiganlar mahalladagi ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshirish kerak. Oilada kim yashaydi, kim ishlaydi, kim o'qiydi, kim nogiron, kim chet elda, kim ro'yxatda bor, amalda yashamaydi. Bularning hammasi hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. 5-qadam, muddatli hujjatlarni tekshiring. Nogironlik xulosasi, ishonchnoma, o'qish ma'lumotnomasi, bank kartasi muddati, vaqtinchalik ro'yxat, vasiylik yoki homiylik hujjatlari, bularning qaysi biri muddati tugagan bo'lsa, to'lovga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Keyin qilaman demang, chunki avgust oyida navbat ko'payadi. Idoralarda yuklama oshadi. Bitta hujjatni olish ham bir necha kun cho'zilishi mumkin. 6-qadam, ariza yozishni biling. Agar to'lovingiz to'xtagan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada ism familiyangiz, JSHR raqamingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, qaysi turdagi to'lov olayotganingiz, qaysi oydan to'xtagan va nimani so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, pensiya to'lovining to'xtatilish sababi haqida yozma tushuntirish berishingizni va hujjatlarim to'liq bo'lsa, to'lovni qayta tiklashingizni so'rayman. Arizani topshirganda ro'yxatga olingan raqamini so'rang. 7-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Ko'p odam hujjat topshiradi, lekin qayerga, qachon, kimga berganini eslab qolmaydi. Keyin muammo bo'lsa, isbotlash qiyin bo'ladi. Telefoningizda rasmga olib qo'ying, qog'oz nusxa saqlang. Ariza raqamini yozib qo'ying. Endi men alohida ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Identifikatsiya qilamiz, pensiyangizni ochib beramiz. Blokdan chiqaramiz deb qo'ng'iroq qilgan odamga karta raqamingizni amal qilish muddatini, CVV kodni, bank ilovasi parolini bermang. Rasmiy masala faqat rasmiy idora, bank bo'limi yoki tasdiqlangan elektron xizmat orqali hal qilinadi. 2-xato, oxirgi kungacha kutish. 15 avgustgacha deyilgan bo'lsa, 1 avgustda boraman demang, chunki o'sha kuni navbat bo'lishi mumkin. Tizim ishlamay qolishi mumkin. Sizda bitta hujjat yetishmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l bugunoq tekshirishni boshlash. 3-xato, qo'shnimniki tushdi, demak meniki ham tushadi deb o'ylash. Har bir fuqaroning holati alohida. Qo'shningizning pasporti yangilangan, bank ma'lumoti to'g'ri, nogironlik muddati doimiy bo'lishi mumkin. Sizda esa familiya o'zgargan yoki karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. 4-xato, hujjatdagi kichik xatoni e'tiborsiz qoldirish. Ismda bitta harf, tug'ilgan sanada bitta raqam, manzilda bitta tuman farqi ham tizimda muammo chiqarishi mumkin. Ayniqsa elektron bazalar bir-biriga ulanayotganda aniqlik juda muhim. Agar pensiya yoki ijtimoiy yordam odatdagi sanada tushmasa, men quyidagi tartibda harakat qilgan bo'lardim. Avval bank balansini tekshiraman. Karta bloklanmaganmi? Pul kelib tushmaganmi? Texnik kechikish yo'qmi? Keyin bankdan to'lov kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoraga murojaat qilaman. U yerda to'lov reyestrga kiritilganmi, to'xtatilganmi, sababi nima deb so'rayman. Agar sabab identifikatsiya bo'lsa, qaysi identifikatsiya kerakligini aniqlayman. Shaxsiy hujjatmi, bank ma'lumotimi, yashash joyimi, oilaviy tarkibim, tibbiy xulosami? Chunki identifikatsiya degan so'z umumiy eshitiladi.
lekin amalda muammo turlicha bo'ladi. Bitta odamga bank ma'lumotini yangilash kifoya, boshqasiga tibbiy komissiyadan o'tish kerak. Uchinchisiga mahalladagi oila tarkibini to'g'irlash kerak. Agar siz barcha hujjatlarni topshirsangiz, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Ayrim hollarda o'tgan davr uchun ham qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin bu to'lov turi to'xtatilish sababi va hujjatlarni qachon topshirganingizga bog'liq. Shuning uchun vaqtida murojaat qilish juda muhim. Demak, asosiy xulosa shuki, 15 avgustgacha identifikatsiya masalasini jiddiy qabul qilish kerak. Bu ayniqsa pensionerlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bolalar nafaqasi va moddiy yordam oladigan fuqarolar uchun muhim. To'lov vaqtincha bloklanishi ko'pincha huquq olganini emas, balki ma'lumotni tasdiqlash yoki hujjatni yangilash kerakligini bildiradi. Lekin agar vaqtida harakat qilmasangiz, bir oy yoki undan ko'proq muddat pulingiz kechikishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq pasport yoki ID kartangizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni, mahalladagi oilaviy tarkibingizni va muddatli hujjatlaringizni tekshiring. Keksalar, kasallar va internetdan foydalana olmaydigan yaqinlaringizga yordam bering. Bu masalada beparvolik qimmatga tushishi mumkin. Sizning hududingizda identifikatsiya bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Sizga SMS keldimi? Mahalladan aytishdimi yoki bank orqali ogohlantirish bo'ldimi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham foydali tajribani bilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya yoki ijtimoiy yordam oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.